ikkita qo'lni ko'taraman va tomosha qiling bu jihozni. Men qoyil qoldim. Gap nes. Markaziy touchpad orqali ko'p jihozlarni tugmalar orqali boshqarsanglar bo'ladi. Shtorkalari bormi, orqa tomondagi xolodilniklarimi? Buni yopamiz. Misol uchun mana yopilish ko'rinishi mumkin qanaqa darajada bo'ladi. Avtomobilimiz SV Range Rover bo'ladi. Short wheelbase bilan long wheelbase asosiy farqi, asosiy shu markaziy konsolimiz ulangan bo'ladi. Bu esa qisqa, ya'ni ko'tariladi yoki tushadi. Siz berayotgan buyurtmaga qarab, ichki va tashqi dizaynining narxi belgilanadi va o'rtacha bor yo'g'i long wheelbase uchun 322 ming AQSh dollardan boshlanadi. Bu yetkazib berish va bizning xizmatimiz ichida. Bojxona to'lovi esa albatta alohida. Uning narxi esa tuppa-tuzuk mashinaning narxi, uning narxi esa 88 ming AQSh dollari taxminan. Short wheelbase ning, ya'ni kalta kuzovning narxi esa sal hamyonbobroq, ya'ni bor yo'g'i 295 ming AQSh dollari samolyot bilan yetkazib berish va xizmatimiz ichida. Albatta bojxona to'lovi esa yuqorida aytganimizdek bo'lishi mumkin. Albatta komplektatsiyasi narxiga o'xshagan yuqori bo'ladi. Premium tabiiy charm, klimat kontrol, havo tozalash sistemasi, isitish, sovutish, massaj, pnevma, panorama, premium audio sistema Meridian 35 dona, elektronli stolik, xolodilnik, head-up display va hokazo opsiyalarga boy bo'ladi. Yanada ko'proq ma'lumot Telegram kanalimizda bo'ladi. Havola profilning yuqori qismida.